Assalomu alaykum, alaykum assalom. Malibu bir ham yaxshi mashina bo'lgan. Xudo xolasa o'z davrini Li9 bo'lgan desak ham adashmaymiz. Endi keling shu Malibu bir haydamoqchi bo'lganingizni kommentariyani o'qib o'zingizga kerakli ma'lumotni olasiz. Yana Malibu bir haydaydiganlar, olmoqchi bo'lgan, olib haydayotganlar xafa bo'lib qolishmasin, lekin zo'r mashina bo'lgan o'zini davrida. Kecha bitta avtoblogerni ko'rdim, mashina bozorida endi prikol video qilyapti, qiziqarli bo'lish uchun. Bir olganda, bir sotganda xursand bo'ladigan arzon Malibu birimiz bor deb video qilib chiqdi. Fikringlar qoldiringlar, akam Malibu bir olib haydamoqchi ekan. Endi olib haydang, zo'r. Faqat iloji bo'lsa Toshkentdan olsangiz, benzinda yurgan shu 100 ming atrofida yurganlarini topib olsangiz, avtomat korobka bo'lsa, komfort bo'yicha nomer 1 mashina Malibu 1. Fikringizni qoldiring aka, olib haydagani yaxshimi, qanaqa sostoyani?